Bu bo'lsa tabiiy mis do'stlar, ko'rayotganinglardek yip-yeshil holatida dodlashadi havoning ta'sirida sirtqi havo bilan uchrashgandan keyin. Bizning diyorimizda miskanlar intayin ko'p uchraydi. Jihiyadan misning zapisi ko'proq holatda. Endi mis bilan oltinmi birga keladigan avvallar ko'proq uchraydi. Navada siz sirtlarda yurgan vaqtingizda yoki qo'y boqayotgan vaqtlarda yoki oyoq-oyoqlar mangan vaqtingizda shunday xiyollarni bayqagan bo'lsangiz, agar shu ya kan rayoni bo'lmasa, bundan burun boshqalar kanning rasmiyatini bijirib kan ichib boqmagan, ichilmagan rayonlar qanday o'rin bo'lib qolsa, meni qo'shmagan do'stlar qo'shib olgandan keyin bosh suratni bossanglar aloqalash nomerim chiqadi. Men bilan aloqalashsanglar, buning yetarli rasmiyatlarni berib, tang foydalansak bo'ladi. Bizningki zavodlar bor, maylarimizning rodisi bo'lsin yoki miskan bo'lsin rasmiyatlarni bejigandan keyin, bunda zavodlarga ekilib tundirib, iqtisodiy qiymat yaratsak bo'ladi. Bosh suratimni bossanglar, aloqalashish nomerim chiqadi. Shuni qo'shib aloqalashsanglar bo'ladi do'stlar. Qo'shmagan do'stlar qo'shib yurak berib saqlab olsangiz, keyin meni osonroq topa olasiz.